Fazliddin aka, Zamin kanal ochdik. Baraka chorvada. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Shunga sizga aniq qilib, yo'nalish qilib xudo xolasa ochdik. Xudo xolasa hali chorvanchi degansiz. To'g'ri ko'rsatsangiz hammasi yaxshi. Mana blogerlarni ko'ryapmiz. Endi yaxshilarni zo'r gap yo'q, lekin hani yolg'on yashiryapti. O'zi bilmagan, qilmagan narsasini, bo'lmagan narsalarni tavsiya berib yuryapti. Lekin bu noto'g'ri. Odamlar men uni aytayotganim, bu odamlar o'shani qilib qo'yib zarar qilib qo'yyapti. Lekin agar qilsa zarar qiladi. Shuning uchun ishlagansiz hali to'g'ri. Shundan boshqaring. Ishlab turishda tamom bo'lmaydi. Hozir o'zimizda to'g'ri. biz o'zimizni kasbimizda to'xta. Buning ichida 25 yildan beri yuribmiz. Molni turibmiz. Mol qo'y, echki bizlar hammasi ichidamiz. Inshaalloh ana tuzatilayotganlarni men sekin-sekin qo'ymoqchimiz. Oqsilni qo'yamiz, endi sekin-sekinni oqsilni qo'y. Oqsillarni qo'yib sekin-sekin kapitalizmni qo'yib, sekin kanalimizni ko'tarish niyat qilamiz. Instagram yurg'izamiz, TikTok yurg'izamiz, Facebook yurg'izamiz, ya'ni YouTube'ga ham kirdik inshaalloh. Allohdan barakasini so'rab, shu yo'lga qadam qo'ydik-da endi. Zo'r. Go'sht qo'zib bo'lmaydi. Go'sht bundan alam zo'r bo'ladi. Mana oqsil to'g'risida aytasiz, mana 25 yil o'tirgansiz. Bu oqsilni nima deysiz? Yetmaydi. Yo'llarga gullab ketdi. Yo'q, nimaga 6-7 oyda chiqib ketmaydi? Hozir bitta fermaga kirsa 10 kunda chiqib ketadi. Hozirgi chetdan mol ko'p kelyapti. Karantinda kam bo'lyapti. Chetdan kelayotgan molga vaksinasini qilishmayapti. Mani fikrim bo'yicha. Keyin mol ortib kelayotgan mashinani dezinfeksiya qilishmayapti. Ikkinchisi, keyin butni tushgan molning infeksiyasi butni qolib ketmayapti. U yoqdan kelayotgan mashinani infeksiyalari qolib ketayotganini hisobiga, mani fikrim bu. Yana qolgan doktorlarning o'zini fikri bor. O'sha kelayotgan mashinani ichida infeksiya bo'lmayotgani hisobiga O'zbekistonning ichida infeksiya kuchayib ketyapti. Kundan kunga yangi molni kelayotgani hisobiga infeksiya Toshkentda O'zbekistonda tugamayapti. Mani maslahatim, ya'ni gapingizni bo'ldim, mani maslahatim, mani aytmoqchi bo'lgan gapim, bu yoqda mol ortishyaptimi, molni ortmoqchi bo'lgan mashinani yaxshilab dezinfeksiya qilishsin. Dezinfeksiya qilsa, O'zbekistonda kasalliklar kamroq bo'ladi. Oqsil bunchalik rivojlanib ketmaydi. Bu meni fikrim. Bitta qani Yevropada mol olsangiz, Yevropaning fermer o'zi 2 oy karantin olmoqchi. O'zi ushlaydi. Beradigan hollar. Hozir bu Rossiyada ular ushalmayapti. Shunda qo'l ham beryapti. Shuni hisobiga bu. Hozir chetdan olib, Yevropaning o'zidan olib, o'zi ushlab beradi. Ya'ni bitta karantin. Bunaqa narsa. Vaksinalarni u beradi. Vaksinalar ishlamayapti bizda. Tureyskisi ham, Rossiyasi ham ishlamayapti. Hozir olganda anaqa qilavering. Qayta bot ishlab olsa olgan. Alloh taolada men Alloh ismini qo'shsam, inshaalloh Xudo xolasa shu bozordan boradi. kasallik yo'qolishga harakat qilamiz. Aqlimiz yetgancha aloqadamiz. Inshaalloh hokamlardan maslahat olamiz. Joningiz sog'lom, yaxshi kunlar ko'rishamiz. Baraka bersa, xalqni xizmat qilgansiz, iloyim hali manfaatli ishlagansiz. Xalqni duosini olib yuring. Sog' bo'ling. Rahmat.